5-iyun sanasi 2026-yil. Peraval Qamchiq dovoni. Mana shunday gullarga burkanibdi. Bu joyga ko'p kelganman, lekin manzarani kamdan kam ko'rishim. Ajoyib gullar. Bu dorivor giyohmi bu, bilganlar kommentariyada yozinglar. Qanday o'simlik ekan. Atrof mana shunday sari gullarga burkangan. Mashalloh. Peraval Qamchiq dovoni. Mana shu tarafdorlar. Voy voy voy. Xo'p, bu joyga kelish uchun Tog'ifori dachasi bor. Tunnelning oldida. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Shu dachaga kelsalaring, atrofida shunday tog'lik, mana shunday chiroyli manzaraga ega. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol tashrif buyuraverasizlar.